Salon do'stlar, sizlar bugun artefakt va kanalda do'stlar bugun qishloqchi odamlar bilan qolaman. Va do'stlar, mana shu o'yin marada chiqib olaman, nima bo'ldi? Ana shuni hepsi. Voy. Hoppa. Bo'ldi do'stlar. Oldim bilan. Hoppa, qo'yamiz bo'ldi. Shokir, nima bugun kirma? Ha? Yaxshimisan? O'zi kirmadim-da. Okim, senga bitta narsa aytishim kerak. Nima ekan? Aytchi. Urma. Xo'p, ayt. Oltinli uy topdim. Qayerda? Qara. Ana to'g'ri yuraversan topasan. Xo'p, to'xta. Kesib qoldi. Aziza xola bilan Elnur sevishyapti-ku. Sevishaveringlar, xalaq bering. Qayerda? Yo'q, mol yo'q. Do'stlar, bunimi olmasmi? Sani bor ekan. Oching. Yo-mayo. Do'stlar, oltinni olish kerak. Oltinlar kerak. Ish qilib qo'yamiz do'stlar. Chunki bu mana qishloqda qilaman va narsalar terishim kerak. Tushib ketibman. Uzr. Kichkintoy qanday? Astag'firullah. Bizga hech narsa yo'q. Shokir o'shanlarni ham nimadirlar qo'shib qo'yadi. Hozir. Yotoq yo'qmikan ham bechoranikida? Boring. Rahmat. Hamma yotoq qo'yishadi. Mana o'tirishlardi. Endi men ana olib borsam kerak. Xo'jayin olib borsam. Qayerga qoldi? Xo'jayin, qayerga qoldi? Mayli, bizga qo'yilsa. Bunaqa olmasa bo'lgani do'stlar. Shuning uchun olib borishimiz kerak. Qo'yganlar. Assalomu alaykum. Yaxshilarga qarab o'tiraman. Yaxshi mol bor ekan, nima qilamiz? Ana aka. Böyle. Ne olacak abi? Sen kolunu ne koyacaksın? Yaxshi. Do'stlar, bize bir tane olishimiz kerak. Buni qo'yib ne qilamiz? Shunaqa kerak bizga. Shunaqa olmasanga kerak. Hani shunaqa olmasa kerak. 13 bundan bitta. Olamiz. Ben oyog'ini oldim. Bundan. Do'stlar, qilingan ekan-ku. Nima qo'ya oldim men? Do'stlar, qo'rqmanglar. Qaranglar do'stlar, hozir mana shu yo'llar qisqacha bitta yo'q qo'ymoqchiman, chunki men hamma oziq-ovqatlarni yeb qo'yapti. Shuning uchun bo'lashardim. Ko'p oziq-ovqatlar yo'q qo'ydim. Hamma oziq-ovqatlar yeb qo'yapti. Shunday joy bo'ladi do'stlar. Yo'q, olmoqchiman. Do'stlar, bilsalaring, men bu yerda egasi boyiman, eng boy o'ziman do'stlar.
boydiyam boyman do'stlar. Telekovatım bu. Çünkü ishlash kerak do'stlar. Ishlash, pul topish uchun ishlash. Bugün do'stlar men hozir endi sandiqga mana sandiq. Endi men bu yerga mana bularni qo'yib qo'yaman. Ko'p ana qo'yganda kerak bo'ladi do'stlar. Sariqlardan ham narsalardan ham qo'yib qo'yamiz. Ol. Endi sariq onalarni olishim kerak. Ikkita, uchta, to'rtta bo'ldi. Bu yerga ishlab qo'yib qo'yamiz. 64 ta qo'yib qo'yamiz. 64 ta olmoslarni qo'yib qo'yamiz. Menga hozircha olmos kerak emas, shuning uchun bu yerda sirli joyimga qo'yib qo'yaman. Olmos to'layapti, shuning uchun menga kerak emas, lekin mana shu kerak bo'lib qoladi do'stlar. Bunday qilib o'tirsam sekin ketaveradi do'stlar. Shuning uchun sirli joy qilaman do'stlar. Mana shu yerdan juda ko'p narsalar qilishimiz kerak bo'ldi. Ketdi. Bo'ldi. Oltin qo'yib qo'yamiz do'stlar. Endi ketdi qishloq. Şimdi olaman. Hemen ketdi. Oh. Yaxshi. Qo'yjon. Do'stlar ekan. Biz mashina yurib ketaveramiz. Hop. Men uyimga keldi. Mana shu uyim. Mana narsalarimiz olmosda to'layapti do'stlar. Menga olmos kerak emas. Bo'lsaring tibaqavatda ham boshqa narsalar bor do'stlar. Bu yoqda yo'q. Do'stlar mana gidada deydi do'stlar. Yo'qdi layla bo'laman. O'zimni tashlayman, o'lmayman. Vah, onalar. Oyog'im juda og'ib ketyapti. Do'stlar. Oyog'im qo'llarimga o'tirsam oyog'im sindi-ku. Yaxshi bo'ldi. Do'stlar, Ha, Shokir. Nima qilasan? Sen deb men uni qo'moqchi edim. Do'stlarim sirliga boramiz. Qani ketdi. Gelişçi böyle. Rahmet uka. Do'stlar,